1977-yilda Frederik Sanger zanjir sintezlanishi ingibirlanishiga asoslangan DNK sekvenslash usulini tasvirlab berdi. Maqsad DNK bo'lagidagi nukleotidlar ketma-ketligini aniqlash edi. Bu usul Sanger sekvenslash deb nom olgan. Ushbu zanjirni to'xtatuvchi ingibitorlar DNTP deb ataladi. DNK 4 turli nukleotidlardan, ya'ni DNTPlardan tashkil topgan. DNK polimeraza nukleotid qo'shish orqali DNK zanjirini uzaytirishni ham yaxshi bilasiz. Har bir nukleotid dezoksiribonukleozid trifosfat hisoblanadi. Uning tuzilishini diqqat bilan qarasak, u bitta dezoksiriboza, bitta azotli asos va 3 ta fosfat guruhidan iborat. Azot asoslarining 4 ta guruhi mavjud. Bular guanin, sitozin, timin, adeninlardir. Shakar qismi dezoksiriboza, chunki u ribozaga qaraganda bitta kislorod atomiga kam. DNTPlarda esa deoksiribonukleozid trifosfat deganidir. D prefiksi 2 degan ma'noni bildiradi. Ya'ni unda ribozaga qaraganda ikkita kislorod atomiga kam. DNK polimerazaning vazifasi yangi asoslarni o'sib borayotgan DNK zanjiriga qo'shishdir. Bu kimyoviy reaksiya orqali amalga oshadi. Qo'shilayotgan nukleotidning fosfat guruhi zanjirdagi oldingi nukleotidning ribozasidagi kislorod bilan reaksiyaga kirishadi. Natijada ikkita fosfat guruhi ajraladi va yangi nukleotid zanjiriga ulanadi. Ammo agar oddiy nukleotid o'rniga DNTP, ya'ni kislorod kam varianti zanjiriga qo'shilsa, unda 3-kislorod bo'lmagani sababli undan keyingi nukleotidni qo'shish imkoni bo'lmaydi. Shu sababli zanjir to'xtaydi. Ya'ni bu zanjirni to'xtatuvchi mexanizm hisoblanadi. Endi 5 va 3 nomlanishlar haqida ham aytib o'tsam. 5 va 3 dezoksiribozadagi uglerod atomlarining pozitsiyalarini bildiradi. 5 va 3 deoksiribozadagi uglerod atomlarining pozitsiyalarini bildiradi. Ular asosan asos bilan bog'langan ugleroddan fosfatgacha raqamlanadi. Yangi nukleotidlarni qo'shish uchun zarur kislorod 3-uglerodga bog'langan bo'ladi. Shu sababli DNK har doim 3 raqamli tomondan uzayadi. Nukleotidning boshqa tutqich uchi bu trifosfat guruhi. U 5-uglerodga bog'langan bo'ladi. Shunday qilib 5 boshlanish, 3 esa tugash tomoni hisoblanadi. DNK polimeraza esa har doim komplementar bazani qo'shadi. Sitozin guanin bilan, adenin timin bilan juftlanadi. Endi Sanger sekvenslash qanday ishlashini ko'raylik. Dastlabki Sanger usuli bugungi kunda ishlatiladigan shakldan ancha farq qilgan. U butunlay qo'lda bajarilardi va radioaktiv bo'yoqlardan foydalanilgan. Keling dastlab asl Sanger sekvenslash qanday bosqichlarni o'z ichiga olganini ko'rib chiqaylik. Bizga primer, DNK polimeraza, nukleotidlar, DNK shabloni va DNTPlar kerak bo'ladi. Nukleotidlardan biri radioaktiv belgi bilan markerlanadi. 4 ta alohida probirka tayyorlanadi. Har birida bitta turdagi DNTP bo'ladi. Dastlab DNK primer va bufer 100 gradusgacha qizdiriladi. Bu DNKni 2 zanjirga ajratadi, ya'ni denaturatsiyaga uchratadi. Eslatib o'taman, bu paytda BTR hali ixtiro qilinmagan edi. Qizdirish oddiy DNK polimerazani faolsizlantirgan, shuning uchun u keyinroq qo'shilgan. So'ngra aralashma 67 gradusgacha sovitiladi. Shunda primerlar DNK shabloniga birika oladi. Endi DNK polimerazani qo'shish mumkin. Har bir probirkaga 4 ta nukleotid va bitta turdagi DNTP qo'shiladi. DNK polimeraza DNKni uzaytiradi. Ammo agar tasodifan DNTP qo'shilsa, zanjir to'xtaydi. DNTPlar miqdori nukleotidlarnikidan kam. Shuning uchun ular tasodifiy joylarga ulanadi. Natijada har bir turdagi bazada tugaydigan turli uzunlikdagi fragmentlar hosil bo'ladi. Har bir fragment bir xil primerlardan boshlanadi, ammo turli bazalarda tugaydi. DNTPlar kam miqdorda bo'lgani uchun uzun fragmentlar ham hosil bo'ladi. Dastlabki Sanger usuli bilan 200 ta nukleotidgacha sekvenslash mumkin edi. Keyin 4 ta reaksiya natijalari birlashtiriladi va 4 ta alohida yo'lakli gelga yuklanadi. Fragmentlar o'lchamiga qarab gel bo'ylab har xil tezlikda harakatlanadi. Eng kichigi tez yuradi. Bu endi oddiy elektroforez texnikasi. Bunday gel bitta nukleotid farqini ham ajrata oladi. Bu bosqichda fragmentlar hali ko'rinmaydi. Yuklash bo'yoqlari faqat fragmentlar gelning oxiriga yetganini bildiradi. Ko'rish uchun gel qog'ozga quritilib yopishtiriladi. Keyin radioaktiv nukleotidlardan chiqayotgan nurlanish rentgen plyonkasi yordamida aniqlanadi. Natijada har bir fragment uchun chiziqlar, ya'ni bentlar paydo bo'ladi.
DNK ketma-ketligini o'qish jarayoni base coding deb ataladi. DNK har doim 5 dan 3 yo'nalishga qarab o'qiladi. Ya'ni eng kichik fragmentdan boshlanadi. Masalan, eng qisqa fragment timinli yo'lakda bo'lsa, birinchi baza T. Keyingisi guaninli yo'lakda bo'lsa, demak G. Shu tarzda yuqoriga qarab ketma-ket o'qiladi. Masalan, bu galda DNK ketma-ketligi T, G, C, A, T, G, C, C, A bo'ladi. Asl Sanger usuli juda mehnat talab qiluvchi usul edi. 200 nukleotidni sekvenslash uchun 4 kun vaqt ketardi. Shuning uchun jarayonni avtomatlashtirish zarur edi. 1987-yilda Applied Biosystems kompaniyasi birinchi tijorat sekvensori AB377A ni yaratdi. Ular radioaktiv bo'yoqlarni fluoresens bo'yoqlar bilan almashtirish mumkinligini ko'rsatishdi. Bu xavfsizroq va natijani bir necha kun kutmasdan olish imkonini berardi. Bu asbobda sekvenslash fluoresens primerlar bilan amalga oshirilgan. Har bir ddNA tiplar turli rangdagi fluoresens bo'yoqlar bilan ishlatilgan. Sekvenslashdan so'ng 4 ta reaksiya bir yo'lakda aralashtirib yuklanadi. Qurilma genning past qismida lazer yordamida fragmentlarni aniqlaydi. Fragment o'tganda lazer uni sezadi. Ma'lumotlar kompyuterga borilib, bazalar avtomatik aniqlanadi. Bitta genlar 16 ta namunani sekvenslashi har birida 450 nukleotidgacha o'qish imkonini bergan. Bu sekvenslashni tezroq va avtomatik qildi. Shundan so'ng olimlar inson genomini to'liq sekvenslash mumkin deb o'ylay boshladilar. 1990-yilda AQSh hukumati inson genomi loyihasini, ya'ni Human Genome Projectni e'lon qildi. Maqsad inson genomidagi barcha genlarni xaritalash va sekvenslash edi. Bu loyiha kasallik keltiruvchi genlarni aniqlash va davolashda katta ahamiyatga ega bo'lardi. 1983-yilda Kerin Mullis PCR, ya'ni polimeraza zanjir reaksiyasi texnikasini ixtiro qildi. Ammo 1989-yilgacha Vincent Murray taq polimerazani Sanger sekvenslashda hali ishlatmagan edi. Sanger sekvenslashda primer DNK gulanadi va DNK polimeraza yangi ferment uzaytiradi. Ammo primerlar ortiqcha bo'lgani uchun ko'pchilik fluoresens primerlar polimeraza tomonidan uzaytirilmay qoladi. Taq polimeraza esa yuqori haroratga bardosh bera olgani sababli birinchi cho'zilishdan keyin DNKni eritish, ya'ni denatratsiya qilish mumkin edi. Taq polimeraza bu haroratda tirik qola oladi. Keyin aralashma yana sovitilib, yangi primer DNKga ulanadi. Bu eritish, biriktirish va cho'zish bosqichidagi PCRdagi kabi siklik tarzda takrorlanadi. Har bir siklda ko'proq primerlar kiritiladi. Bu esa fluoresens signalni kuchaytiradi. Ammo faqat bitta primer ishlatilgani uchun faqat oldinga, ya'ni forward zanjirlar hosil bo'ladi. Keyingi muhim yutuq kapillyar elektroforez texnologiyasini yaratilishi edi. Bunda ozgina gel ingichka naycha, ya'ni kapillyar ichiga joylashtiriladi. DNK namunasining bir uchi naychaga tortiladi. U orqali elektr tok o'tkaziladi va chiqishida lazer orqali aniqlanadi. Kapillyarning ingichkaligi tufayli issiqlik oson chiqib ketadi. Shu sababli yuqori tok ishlatish mumkin. Gel esa qizib ketmaydi. Bu esa tezroq ishlash va aniqroq ajratish imkonini beradi. 1989-yilda Beckman Coulter birinchi tijoriy kapillyar elektroforezni chiqardi. Bu texnologiya asosida kapillyar Sanger sekvenslash tizimi yaratilishiga yo'l ochdi. ABI Prism 310 1995-yilda Applied Biosystems ushbu tizimni ishga tushirdi va bu zamonaviy Sanger sekvenslashini boshlab berdi. ABI Prism 310 poliakrilamid gel o'rniga bitta kapillyardan foydalangan. Endi bitta namunani 14 soat emas, 3 soatdan kamroq vaqtda sekvenslash mumkin edi. O'qish uzunligi ham yaxshilanib, 600 base pairgacha, ya'ni 6 baza juftgacha yetgan. Kapillyarlar texnologiyasi namunalarni avtomatik yuklash imkonini berdi. 96 ta namunani bir plastinkaga joylab, asbobni o'zi mustaqil ishlashga qo'yish mumkin edi. Elektrokinetik inyeksiya tufayli kichik hajmli namunalar bilan ham ishlash mumkin edi. Bunda DNK elektr toki yordamida kapillyar ichiga tortiladi. Tok uni kapillyar uchida konsentratsiyalaydi. So'ng kapillyar ishchi buferga o'tadi. DNK fragmentlari gel orqali o'tib, o'lchamiga ko'ra ajratiladi. Keyin ular kapillyar oxiridagi lazer nuridan o'tadi. Har bir fragmentning rang va o'lchami kompyuterga uzatiladi. Maxsus dastur bu ma'lumotdan bazalarni avtomatik aniqlaydi, ya'ni base coding.
O'sha paytda fluoresens DNA tiplar mavjud bo'lsa-da, sekvenslash fluoresent primerlar bilan bajarilardi. Chunki fluoresens primerlar signal balandliklari teng bo'lardi. Belgilangan DNA tiplar bilan esa balandliklar notekis chiqardi. Bu muammo 1997-yilda Big Dye terminatorlari joriy etilgach hal bo'ldi. Fluoresens primerlardan foydalanganda 4 ta alohida reaksiya kerak bo'lardi. Ammo fluoresens DNA tiplar yordamida barcha reaksiyalar bitta proberkada o'tkazilishi mumkin bo'lardi. Inson genomi loyihasi esa juda sekin kechayotgan edi. 1998-yilgacha inson genomining atiga 6% qismi sekvenslangan edi. Shu yili Applied Biosystems ABI Prism 3700 ni chiqardi. Unda esa 96 ta kapillyar bor edi. Shu bilan bir paytda Applied Biosystems Craig Venter boshchiligidagi TIGR, ya'ni The Institute for Genome Research bilan hamkorlikni boshladilar. Ular birgalikda Celera Genomics nomli yangi kompaniya tuzdi va 230 ta ABI Prism sotib olishdi. Celera maqsadi inson genomini davlat loyihasidan tezroq sekvenslash edi. Ular sekvens ma'lumotlariga pullik kirish orqali daromad olishni rejalashtirgan. Shuningdek, kasallik davolashda foydali bo'lishi mumkin bo'lgan genlarni patentlash niyatida bo'lishgan. Shu tarzda davlat va xususiy sektor o'rtasida genomni sekvenslash poygasi boshlandi. Shu bilan birinchi avlod sekvenslash texnologiyasi, ya'ni Sanger texnologiyasi haqidagi videomiz o'z yakuniga yetdi. Keyingi videolarda Illumina, ya'ni Next Generation Sequencing va nanopor texnologiyalar haqida gaplashamiz.